Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya, qayta hisob-kitob, hujjatlar va pensionerlar oldindan tayyor bo'lishi kerak bo'lgan masalalar. Bu ma'lumot faqat bugun pensiya olayotgan insonlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki bitta kechikkan murojaat odamning oy oladigan puliga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga oddiy tilda ortiqcha chalkashtirmasdan nimaga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirroqda aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu masalada odam bilmasa, keyin o'z haqqini talab qilish qiyinlashadi. Avvalo, pensiya deganda ko'pchilik faqat har oy kartaga tushadigan pulni tushunadi. Lekin aslida pensiya bu bir nechta omilga bog'liq hisob-kitob. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, imtiyozli davrlar, hujjatlarning to'g'ri yuritilgani. Pensiyaga chiqish vaqti, ayrim holatlarda esa qayta hisoblash uchun asos bo'ladigan qo'shimcha ma'lumotlar. Shuning uchun tizimda indeksatsiya yoki reforma haqida gap ketganda, bu faqat pul oshadimi yoki yo'qmi degan savol emas. Bu odamning butun mehnat tarixiga qayta qaralishi mumkin degani. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bor, ish joyidan ma'lumotnoma bor, arxivdan tasdiq bor, demak stajdan olinadi. Lekin muammo shundaki, ko'p odamlar 1990 yillar 2000 yillarning boshida turli korxonalarda ishlagan, ayrim korxonalar yopilgan, ayrimlarning arxivi yo'qolgan, ayrim rahbarlar ishchilarni rasmiylashtirmagan. Natijada odam 25 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin hujjatda 12 yil ko'rinadi. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiradi. Bu bir tomondan yaxshi, odam har bir qog'oz uchun idora yurmasligi kerak. Ikkinchi tomondan elektron bazada xato bo'lsa, eski ish joyi kiritilmagan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, pasport ma'lumotlari mos kelmasa, muammo chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, reforma yoki indeksatsiya kutib o'tirishning o'zi yetarli emas. Har bir pensioner o'z hujjatini oldindan tekshirishi kerak. Indeksatsiya degani, oddiy qilib aytganda, pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdori narxlar oshishi iqtisodiy sharoitda belgilangan qarorlarga qarab qayta ko'rib chiqishdir. Masalan, bozorda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashsa, pensionerning oldingi puli real hayotda kamroq narsaga yetadi. Indeksatsiyaning maqsadi shu yo'qotishni qisman qoplash, ya'ni pensiyaning xarid qobiliyatini saqlab qolishdir. Lekin bu yerda bir narsani aniq tushunish kerak. Indeksatsiya hammaga bir xil qo'shiladigan oddiy sovg'a emas. Ba'zan foiz shaklida bo'ladi. Ba'zan bazaviy miqdorlar o'zgaradi. Ba'zan eng kam pensiya miqdori ko'tariladi. Ba'zan ayrim toifadagi fuqarolarga alohida ustamalar belgilanadi. Shuning uchun bir pensioner 100 ming so'm ko'proq olsa, boshqa pensioner 1 ming so'm ko'proq olishi mumkin. Buning sababi kimnidir? Ko'proq yaxshi ko'rish yoki kamroq e'tibor berish emas, balki hisob-kitob bazasi har xil bo'lishidir. Misol keltiraman. Birinchi pensionerning pensiyasi 800 ming so'm bo'lsa, ikkinchi pensionerning pensiyasi 20 million 600 ming so'm bo'lsa, foizli indeksatsiyada ularning qo'shimchasi bir xil bo'lmaydi. Agar shartli ravishda 10% oshsa, birinchi odam yaqin 1000 so'm qo'shimcha oladi. Ikkinchi odam 6000 ming so'm qo'shimcha oladi. Lekin agar eng kam pensiya miqdori ko'tarilsa, unda past pensiya olayotganlarga ta'sir kattaroq bo'lishi mumkin. Demak, qo'shniniki buncha oshdi. Menikiga nega kam tushdi degan savolga javob ko'pincha shunda. Birinchi navbatda ish staji to'liqdan olmagan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, siz 30 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya hujjatida 23 yil hisoblangan bo'lsa, bu katta farq. Har bir yil pensiya hisobiga turlicha ta'sir qiladi. Lekin umumiy qoida shuki, rasmiy tasdiqlangan staj qancha to'liq bo'lsa, pensiya hisob-kitobi shuncha adolatli bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam meni pensiyam kam deydi. Tekshirsak, 6 yil ishlagan, zavodi hujjatda yo'q. Keyin arxivdan ma'lumot topiladi va qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. Ikkinchi guruh: sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar.
Bu joylarda hujjatlar ko'p hollarda tartibsiz yuritilgan yoki keyinchalik arxiga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, opa 1905 yildan 1914 yilgacha tikuv sexida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sanasi bor, ishdan bo'shagan sanasi yo'q. Bunday holatda pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar opa vaqtda arxivdan ma'lumot olmasa, o'sha yillar to'liq hisoblanmasligi ehtimoli bor. 3-guruh familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgargan ayollar. Nikohdan keyin familiya o'zgargan. Keyin ajrashgandan keyin yana o'zgargan. Pasportda boshqa yozilgan. Mehnat daftarchasida boshqa yozilgan bo'lsa, elektron tizimda moslik chiqmasligi mumkin. Bitta harf farqi ham muammo tug'diradi. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnara deb yozilgan bo'lsa, ayrim idoralarda bu boshqa shaxs sifatida ko'rinishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, pasport nusxalari kerak bo'ladi. 4-guruh pensiyaga yangi chiqayotganlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqish yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Bu xato. Kamida 6 oy oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki arxiv javobi bir kunda kelmaydi. Ba'zi tashkilotlar yopilgan bo'ladi. Ba'zilarining hujjatini topish uchun tuman arxivi, viloyat arxivi yoki sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Agar odam oxirgi oyda yugursa, pensiya tayinlash cho'zilib ketishi mumkin. Agar sizning ish stajingiz to'liq elektron bazada ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, barcha ish joylari aniq sanalar bilan yozilgan bo'lsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar tasdiqlangan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos kamroq. Lekin bu umuman tekshirilmaslik kerak degani emas. Chunki tizimdagi xato ba'zan odam ko'rmaguncha bilinmaydi. Masalan, bir erkak 1930-yildan 2008-yilgacha bir korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi joyida. Lekin elektron bazada 2003 yildan keyingi davr ko'rinadi. 1998-2002 yillar esa yo'q. Sababi o'sha paytda korxona boshqa nom bilan yuritilgan bo'lgan. Agar u odam hammasi joyida deb o'taversa, pensiya hisobida kamchilik qoladi. Shuning uchun xotirjam bo'lish uchun ham tekshirish kerak. Yana bir misol. Inson pensiyani yillar davomida olib kelmoqda, indeksatsiya bo'lganda pul avtomatik oshadi. U demak, menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Ammo agar uning pensiyasi dastlab noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya o'sha noto'g'ri bazadan oshiriladi. Ya'ni asosiy hisob past bo'lsa, keyingi foizli oshirish ham past natija beradi. Shuning uchun eski pensiya ishini bir marta ko'zdan kechirish foydali. Asosiy o'zgarish shundaki, endi pensiya masalasida ma'lumotlarning aniqligi juda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Oldin ko'p narsa odamning o'zi olib kelgan qog'ozga qarab hal qilinar edi. Hozir esa ma'lumotlar bazalar orqali solishtiriladi. Ish staji, soliq to'lovlari, sug'urta badallari, shaxsiy ma'lumotlar, bank kartasi, yashash joyi. Bu korrupsiyani kamaytirishi, adolatni oshirishi mumkin. Lekin tizimga noto'g'ri ma'lumot kirgan bo'lsa, odam o'z haqqini isbotlashga tayyor bo'lishi kerak. Reforma deganda men shuni tushunaman. Pensiya tizimi faqat yoshga yetding, pul ol degan oddiy sxemadan chiqib, aniq hisob-kitob, aniq hujjat, aniq elektron ma'lumot asosida ishlaydigan tizimga aylanmoqda. Bu jarayonda eng katta yutqazadiganlar hujjatini tekshirmaganlar bo'ladi. Eng katta yutadiganlar esa oldindan tayyorlangan, arxivini topgan, xatolarni tuzatgan, murojaatini yozma shaklida bergan odamlar bo'ladi. Birinchi misol. Dehqonobodlik bir pensioner aka 27 yil ishlaganini aytadi, lekin pensiya hisobida 20 yil ko'rsatilgan. Sabab u 1902 yildan 1932 yilgacha ishlagan korxona tugatilgan. Hujjatlar esa tuman arxivga topshirilmagan. Aka avval og'zaki so'ragan, javob ola olmagan. Keyin yozma murojaat bilan arxivga, hokimlikka va sobiq korxona vorisiga murojaat qilgan. 3 oy o'tib ish haqi vedomoslari topilgan. Natijada o'sha yillar stajga qo'shilgan va pensiya qayta hisoblangan. Bu yerda asosiy saboq og'zaki gap yetmaydi, yozma murojaat kerak. Ikkinchi misol. Bir opa 35 yil tibbiyot sohasida ishlagan, lekin familiyasi 3 marta o'zgargan. Pensiya hujjatida ayrim davrlar boshqa familiyada turgani uchun savol tug'ilgan. Opa nikoh guvohnomasi, ajralish haqidagi hujjat, eski pasport nusxasi va mehnat daftarchasini bir joyga yig'ib topshirgan. Natijada shaxs aynan bir odam ekanligi tasdiqlangan. Agar u bu hujjatlarni yig'maganda bir necha yil staj muammoli bo'lib qolishi mumkin edi. 3-misol. Bir kishi pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan. U men ishlayapman, demak keyin pensiyam avtomatik ko'tariladi deb o'ylagan.
lekin har doim ham odam kutganidek avtomatik bo'lavermaydi. Ayrim holatlarda qayta hisoblash uchun murojaat qilish, ish joyi ma'lumotlarini aniqlashtirish talab qilinadi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z ish beruvchisidan rasmiy to'lovlar qilinayotganini, mehnat shartnomasi va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini tekshirish kerak. 4-misol, bir ayol umrining bir qismini uyda bola parvarishi bilan o'tkazgan. U bu yillar umuman hisoblanmaydi deb o'ylagan. Aslida ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, parvarish davrini tasdiqlovchi ma'lumotlar va boshqa hujjatlar talab qilinadi. Men bu yerda aniq xulosa shuki deyman, har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun oldindan menga baribir foydasi yo'q deb taslim bo'lish kerak emas. Birinchi nozik jihat, hamma ish staji ham bir xil tasdiqlanmaydi. Mehnat daftarchasi asosiy hujjatlardan biri bo'lsa-da, undagi yozuvlar to'liq va to'g'ri bo'lishi kerak. Ishga kirgan sana bor, lekin buyruq raqami yo'q bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Muhr o'qilmasa, tashkilot nomi aniq bo'lmasa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski yozuvlarda siyov o'chgan, muhr xira, sana chalkash bo'lsa, arxiv ma'lumoti juda muhim. Ikkinchi nozik jihat, og'zakivada hujjat o'rnini bosmaydi. Ba'zi odamlar menga bo'limdagi xodim aytdi, bo'ladi dedi deb yuradi. Lekin keyin boshqa xodim keladi, tartib o'zgaradi, hujjat topilmaydi. Shuning uchun muhim masalalarda murojaatni yozma bering. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni oling, javobni saqlang. Elektron murojaat qilgan bo'lsangiz, murojaat raqamini yozib qo'ying. 3-nozik jihat, indeksatsiya sanasi va pul tushish sanasi har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Qaror qabul qilinadi, lekin texnik hisob-kitob, bank amaliyoti hududiy bo'limlar orqali to'lov jadvali bo'ladi. Shuning uchun birinchi kuni kartaga pul tushmasa, darrov vahima qilish kerak emas. Lekin belgilangan muddat o'tib ketgan bo'lsa, albatta tekshirish kerak. 4-nozik jihat, pensiya miqdori oshganda ayrim yordam yoki kompensatsiyalarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik mezonlari, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordamlar oilaning umumiy daromadiga qarab hisoblanadigan holatlar bor. Pensiya oshgani yaxshi, lekin oilaviy daromad chegaradan oshib ketdimi yoki yo'qmi, buni ham bilish kerak. Bu hamma uchun emas. Lekin ijtimoiy yordam olayotgan oilalar ehtiyotkor bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar. Pensioner kartasining muddati tugagan bo'lsa, bankdagi pasport ma'lumotlari eski bo'lsa, plastik karta bloklangan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Odamlar ba'zan pensiyamni kesib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Shuning uchun karta muddati, telefon raqami, pasport ma'lumotlari, bankdagi identifikatsiya holatini tekshirib turing. 6-nozik jihat, boshqa hududga ko'chish. Agar pensioner bir tumandan boshqa tuman ko'chsa, yashash joyi o'zgarsa, pensiya ishini ko'chirish, ro'yxat ma'lumotlarini yangilash, bank filialini moslashtirish kabi masalalar chiqishi mumkin. Ko'chganingizdan keyin o'zi biladi deb kutmang. Tegishli bo'limga borib, ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshiring. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari. Pensiya tayinlanganligi bo'yicha eski hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, eng kerak paytda topilmaydi. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Masalan, 1960-1995 maktab, 1995-1992 zavod, 1992-1998 fermer xo'jaligi, 1992-2010 shifoxona, 2010-2023 tashkilot. Har bir joy bo'yicha ishga kirgan va chiqqan sanani yozing. Keyin mehnat daftarchasi bilan solishtiring. Qayerda bo'shliq bor, qayerda sana yo'q, qayerda muhr noaniq, shuni belgilang. 3-qadam, muammoli yillar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxividan ma'lumot so'rang. Murojaatda ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan tashkilot nomini, taxminiy yillarni, lavozimingizni yozing. Menga pensiya hisob-kitobi uchun ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb aniq ko'rsating. Murojaat qancha aniq bo'lsa, javob topilishi shuncha oson. 4-qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni tekshirtiring. Men har bir pensionerga hech bo'lmaganda bir marta mening stajim nechta yil hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan,
qaysi davrlar kiritilmagan deb so'rashni maslahat beraman. Buni bilmasdan turib, pensiyam to'g'rimi yoki noto'g'rimi deb xulosa qilib bo'lmaydi. 5-qadam, agar xato topsangiz darhol yozma ariza bering. Arizada pensiya miqdorimni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Chunki falon davrdagi ish stajim yoki ish haqim hisobga olinmagan deb yozing. Ilova sifatida hujjat nusxalarini qo'shing. Asl hujjatlarni qo'lingizda saqlang. Kerak bo'lsa ko'rsatib, nusxasini topshiring. Hamma narsani 2 nusxada tayyorlash foydali. Biri idoraga, biri o'zingizga. 6-qadam, javob muddatlarini kuzating. Murojaat berdingizmi, raqamini yozib qo'ying. Telefoningizga suratga olib qo'ying. Javob kelmasa, qayta so'rang. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Men doim aytaman, tinch, madaniyatli, lekin qat'iy bo'ling. O'z haqqini bilgan odamni hech kim osonlikcha e'tiborsiz qoldira olmaydi. 7-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya, indeksatsiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng to'g'ri ma'lumot, rasmiy qarorlar, vazirliklar. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari portali va qonunchilik bazalarida bo'ladi. Telegramdagi har bir xabarni rost deb qabul qilmang. Hammaga 2 million qo'shilar ekan, ertaga pensiya bekor bo'lar ekan. Faqat bugun hujjat topshirmasangiz pul olmay qolasiz degan vahimali gaplar ko'p bo'ladi. Har doim rasmiy manbadan tekshiring. Bu mavzuda faqat pensionerning o'zi emas, farzandlari ham yordam berishi kerak. Chunki ko'p ota-onalar hujjat izlash, arxivga yozish, elektron murojaat qilish, bank ma'lumotlarini tekshirishda qiynaladi. Farzandlar bir kechani ajratib, ota-onasining mehnat daftarchasini ko'rib chiqsa, ish joylarini ro'yxat qilsa, hujjatlarni skaner yoki surat qilib saqlasa, bu juda katta yordam bo'ladi. Masalan, otangiz men hammasini bilaman deydi. Lekin mehnat daftarchasini ochsangiz 1994 yildan 1990 yilgacha boshliq bor. U esa o'sha yillarda ishlagani aniq eslaydi. Demak, hozirdan arxivga murojaat qilish kerak. Onangizning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski ish joyida qiz familiyasi bilan yozilgan. Demak, nikoh guvohnomasi kerak. Bular mayda ishdek ko'rinadi, lekin pensiya hisobida juda muhim. Yana bir muhim masala, hech kimga hujjatlaringizni va bank kartangizni ishonib topshirmang. Ayrim odamlar pensiyangizni oshirib beraman, indeksatsiyaga kiritib qo'yaman, arizani tezlashtiraman deb pul so'rashi mumkin. Pensiya masalalari rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar kimdir noqonuniy pul talab qilsa, bu xavfli signal. Hujjatlarni faqat rasmiy idoralarga topshiring. Karta paroli va SMS kodlarini hech kimga bermang. Pensiya oshgandan keyin kartangizga tushgan summani yozib qo'ying. Oldingi oy qancha olgan edingiz, yangi oy qancha tushdi? Farq qancha bo'ldi? Agar qo'shimcha siz kutganingizdan juda kam bo'lsa, darhol janjal qilishdan oldin hisob-kitob asosini so'rang. Balki oshirish foizi boshqa bazaga qo'llangandir. Balki sizga tegishli ustama alohida sanada tushar. Balki bankdagi ushlanma yoki qarzdorlik bo'lishi mumkin. Lekin baribir tekshirish shart. Agar sizda aliment, kredit, sud qarori bo'yicha ushlanma, ortiqcha to'langan pulni qaytarish kabi holatlar bo'lsa, pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun kartaga tushgan pul kam bo'lsa, faqat indeksatsiyani ayblamasdan ushlanmalar bor yo'qligini ham aniqlang. Bu ayniqsa kredit olgan yoki kafillik qilgan pensionerlar uchun muhim. Pensiya qayta hisoblanganda hamma vaqt katta farq chiqadi deb o'ylamang. Ba'zan hujjat qo'shiladi, lekin pensiya ozgina oshadi. Ba'zan esa bir nechta yil yoki yuqori ish haqi davri tasdiqlansa, sezilarli farq bo'ladi. Muhimi, natija qanday bo'lishidan qat'i nazar, sizning mehnatingiz to'g'ri hisobga olingan bo'lishi kerak. Adolatli hisob-kitobning o'zi katta masala. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday: pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya va reforma haqida gap ketganda, har bir pensioner hujjatini tekshirishi, ish stajini aniqlashtirishi, arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ishi va rasmiy manbalarni kuzatish kerak. Bu ishni kechiktirmang. Chunki pensiya har oy olinadigan daromad. Bir marta xato bo'lsa, uning ta'siri yillar davomida sezilishi mumkin. Men sizga tavsiyamni aniq aytaman. Bugunoq hujjatlaringizni papkaga joylang, mehnat daftarchangizni tekshiring. Muammoli yillarni yozib chiqing. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Pensiya bo'limidan hisob-kitobingizni aniqlashtiring. Farzandlar esa ota-onasiga bu ishda yordam bersin. Bu oddiy yordam emas. Bu ularning mehnat bilan topgan haqqini himoya qilishdir. Sizningcha pensiya tizimidagi o'zgarishlar odamlar uchun qulay bo'lyaptimi yoki hali muammolar ko'pmi? Izohlarda albatta yozing. Qaysi hududdansiz?
pensiyangiz indeksatsiyadan keyin qanday o'zgardi? Hujjatlarda muammo bo'lganmi? Tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men yana shunday muhim masalalarni oddiy, tushunarli va amaliy tarzda tushuntirib boraman.